Kamol domladan akalar, mana shu yerga sizlarga 6 sutili, juda ham chiroyli, arzon narxda hovlicha topib qo'ydim. Hozir kiramiz, qisqa qilib obzor qilamiz. Hovlimizga kirganimizdan bu tomonga xonalar, bu tomonimizga 4 ta xona o'yga beton tashalgan. Bu tomonimiz yer maydonimiz. Yer maydonimizda bemalol ikkinchilik, dehqonchilik qilsanglar bo'ladi. Bu yerga chorpoya bor. Hozir birinchi kuxniy qismiga o'tamiz. Kuxniy qismiga kirib kelamiz. Kuxniy qismimiz mana shunday sharoitlari. Kuxniydan shunday mehmonxonaga o'tamiz. Mehmonxonamiz ham takoy qilingan, remontlar juda ham sveji, yaqinga remontdan chiqqan xonadonimiz. Mana tomonlarga ko'rsam, tepalari. Endi qolgan xonalarga kiramiz. Biz bu xonalardan chiqib oldik. Nasib bo'lsa hozir keyingi xonaga kiramiz. Keyingi xonaga kirganimizdan bu tomonimizga ichki hojatxona, sanuzel, bu tomonimizga hammomimiz, mana hammomimiz. Hammomdan shunday chiqamiz, bu spalniy qismimiz. Mana spalniy qismimizning remontlari yaxshi. To'ng konditsionerlarimiz bor. Akva derazalar qilingan. Juda ham chiroyli qilib dit bilan qilingan xonadon. Sanuzel bilan spalniy qismini obzor qilib oldik, qisqa qilib. Nasib bo'lsa tepaga 1,5 tonnali yonkisi bor. Suvdan vaqti muammosi yo'q. Xonalardan chiqib kelganimizdan keyin kladovka qismimiz. Kladovka qismiga bemalol hamma narsalarni qo'ysanglar bo'ladi. Bu tomonga agideli bo'lib 1,5 tonna suv ketayotgan. O'sha xonaga beton tashalgan. Bu tomonga 6 metrlik, bu tomonga 5, mana bu 2 metrlik. Bu hammom qismiga mo'ljallab beton tashalgan. Bu mana bu bog' qismimiz. Hovlimizda qisqa qilib obzor qilib oldik. Narx-navosi kelayotgan bo'lsa, 50 ming AQSh dollari deyaptilar. Kelishilgan joyi bu. Ushbu nomerga telefon qilinglar, sunnatiga o'tib beradi.